qayta tiklanuvchi energiya manbalari o'zi bu nima? Bu tabiatda doimiy ravishda tiklanib turadigan va ma'lum bir vaqt davomida tugamaydigan energiya manbalariga aytiladi. Ular qazib olinadigan neft, gaz, ko'mir, mazut va shu turdagi yoqilg'ilarga nisbatan ekologik toza bo'lib, tan narxi ham juda arzon. Ularga barchamizga oldindan tanish bo'lgan gidroenergiya, ya'ni daryolar va suv oqimlari yordamida, to'g'onlar yordamida elektr energiya olish. Butun O'zbekistonda va nafaqat butun O'zbekistonda, butun dunyoda keng tarqalayotgan quyosh energiyasi, ya'ni quyosh panellari yordamida issiqlik energiyasi yoki elektr energiyasi olishga aytiladi. Undan tashqari shamol energiyasi, shamol turbinalari orqali shamolning kinetik energiyasini elektr energiyaga aylantirish va shuningdek biomassa, ya'ni chiqindilar, hayvonlar va boshqa turdagi chiqindilardan elektr energiya olish, qayta ishlash orqali va geotermal energiya. Bu yer osti suvlari, yer osti suvlaridan chiquvchi issiq bug'lar va ulardan olinadigan elektr energiyaga aytiladi. Bugungi kunga kelib, butun dunyoda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning 30-35% qayta tiklanuvchi energiya manbalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu hozirgi zamonda global iqlim o'zgarishlari va atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlarning ortib borishi, yildan yilga ortib borishi zamonida qayta tiklanuvchi energiya manbalari ushbu tendensiyani to'xtatib turishga turtki bo'ladi. Ya'ni bu bugungi kunda global iqlim isishi va atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar ortib borishi zamonida qayta tiklanuvchi energiya manbalari ushbu muammoga yechim bo'lishi kutilmoqda.